Demak, biz ishlashimiz kerak ekan 33 dan boshlaymiz. Aslida kino teatriga 3 qismdan iborat bo'lgan kino ko'rish uchun bordi. Har bir qism 85 daqiqadan iborat va har bir qism oralig'ida 10 daqiqa tanaffus mavjud. Aslida kinoni 17:40 da to'liq tugatgan bo'lsa, u soat nechida kinoga borgan debdi. Qaranglar, 3 qism bor. Xo'p, 34 ni ham aytishimiz kerakmi biza? So'rayapti. Xo'p, mana shu yerda nechamiz? Qaranglar, 33 ni. Mana shu yerda. Demak, 3 qism. Birinchi qism, ikkinchi qism va uchinchi qism. Endi birinchi qism kinoni ko'rishim uchun qancha vaqt ajratganman? Aslida ajratar ekan. 85 daqiqa. 85 minut. Endi birinchi qism va ikkinchi qism oralig'ida tanaffus bor, to'g'rimi? Tanaffus. O'shanga 10 minut qo'shamiz. Tanaffus. Demak, 10 minut tanaffus bo'lsa, demak, ikkinchi qism boshlanishi uchun demak, birinchi qismda jami qancha ishlatgan bo'ladi? 95 minut. Endi ikkinchi qism boshlandi. Ikkinchi qism ham 85 minut davom etadi. Tanaffus bilan 95 bo'ladi. tanaffus bilan 10 minut bilan demak 95 minut ketdi. Endi uchinchi qism boshlandi. Uchinchi qism boshlanganda demak 85 minut ko'rdi. Tanaffus yo'q, tugadi va soatga qarasa necha bo'pti? 17:40 bo'pti. Endi nima qilamiz? Birinchi o'rinda mana shu ketgan vaqtni, ya'ni birinchi qism va uchinchi qism boshlangandan to tugaguncha, ya'ni mana bu yerdan mana bu tugaguncha bo'lgan vaqtlarni qo'shib chiqishim kerak. Ya'ni 95 qo'shilgan 95 qo'shilgan 85. Necha minut bo'ladi? Qo'shinglar qani? 200 Nur birdirda demak 265. Endi mikrofon chiqaramiz. 190, 190 ga 85 ni qo'shsam 275. 275 minut, to'g'rimi? 275 minut bizada necha soat? 275 ta bo'ladi. 35 minut. Ya'ni endi mana bu 17:40 dan 4 soat 35 minut orqaga qaytsam, birinchi qism boshlangan vaqtiga kelaman. Demak, 17:40 ayrilgan 0:35 deyman. Ayiraman. 40 dan 35 ni ayirsam 5, ya'ni 0:5 yozaman. 17 dan demak 4 ni ayirsam 13. Demak, birinchi qism qachon boshlangan ekan? Birinchi qism boshlangan ekan 13:05 da, ya'ni kinoni ko'rishni 13:05 da boshlagan ekan. Tushunarlimi? Ha, ustoz, 29. Xo'p, 13:05. Tushunarlimi? Demak, javob mana yechim bu. 33 ning yechimi. 29. Real Madrid Barselona o'yini soat 23:45 da boshlandi. Hakam tomonidan qo'shimcha daqiqa qo'shib berilmagan bo'lsa, futbol soat nechida tugagan? Futbol qoidasi berib qo'ygan bizga. To'liq o'yin 2 ta 45 daqiqalik bo'limlardan iborat bo'lib, bo'limlar o'rtasida 15 daqiqalik tanaffus beriladi debdi. Endi qaranglar. Futbol 23:45 da boshlandi. 45 da boshlandi. Demak, boshlangandan keyin necha bo'ladi? 24 oldinda 00 bor. Shungacha bo'ldi. Shungacha qancha minut ketdi? 15 minut. Endi tugagunicha biz bilmaymiz qancha minut ketganligini. Endi nima qilaman desa, birinchi taym
ya'ni birinchi qism. Xo'p. Birinchi bo'lim deylik mana, birinchi bo'lim. Demak, bu 45 minut. Undan keyin tanaffus, katta T yozaman. Bu tanaffus uchun 15 minut. Va undan keyin ikkinchi bo'lim. İkinci bo'lim uchun demak 45 minut. Demak, jami qancha minut ketadi? Jami 90 90 90 ga 15 ni qo'shsam 105 minut. Demak, jami 105 minut vaqt ketar ekan, to'g'rimi? 5 minut. Futbol uchun va tanaffus uchun 105 minut vaqt ketadi. Endi mana bu 15 minut, 105 minutda mana qaranglar, 23:45 da. To'g'rimi? Bilol, o'chiramiz mikrofonni. 23:45 da boshlandi va 105 minutdan keyin tugadi. Demak, mana bu yerda tugadi. Soat nechidadir tugadi. Buni topishimiz kerak. Endi shu 105 minutning 15 minuti, mana bu 15 minuti 24:00 gacha o'tib ketdi. Qanchasi qoldi desa, mana bu yerda 90 minut qoladi. 90 minut. Bu necha soat u necha minut? 1 soat u 30 minut, to'g'rimi? Demak, 1 soat 30 minutni biz nima nechiga qo'shaman? 24:00 ni keyingi varianti nima degandik? 00:00. Ya'ni 00:00 ga demak 01:30 ni qo'shsam necha bo'ladi? 30:01. Ya'ni soat 1:30 da tugagan ekan. Tushunarlimi? Ya'ni 24:00 dan 90 minut va 24:00 gacha 15 minut jami mana bu yerda 105 minut futbol o'ynalgan. Ya'ni 90 minut futbol o'ynalgan, 15 minut tanaffus bo'lgan. Tushunarlimi? Nechida tugagan futbol desa, demak javob nechi bo'ldi? 1:30 da. Tushunarlimi hammaga? 35. Markaziy bank yangi ish o'rinlari uchun talabgorlardan imtihon olmoqda. Imtihon 2 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich 70 daqiqalik testdan iborat. Imtihondan keyin esa 30 daqiqalik tanaffus beriladi. Ikkinchi bosqichda talabgor bilan 5 daqiqalik suhbat qilinadi. Sanjar Markaziy bankda ishlash uchun imtihondan o'tmoqchi. Agar Sanjar imtihonga soat 15:00 da borsa, u soat nechida imtihondan qaytadi? Qaranglar. Demak, 15:00 da keldi Sanjar. 16:45 da. Keldi. Endi kelgandan keyin birinchi nima bo'ladi? Birinchi bosqich boshlanadi, to'g'rimi? Imtihonning birinchi bosqichi. Necha daqiqa davom etadi? 70 minut. 70 minutdan keyin nima bo'lar ekan? Tanaffus bo'lar ekan. Tanaffus. Tanaffus qancha? Tanaffus deb yozing. 30 daqiqa. 30 minut. Va tanaffus tugagandan keyin nima bo'ladi? Ikkinchi bosqich. Ikkinchi bosqichda 5 daqiqalik suhbat qilinadi, ya'ni 5 minut. Demak, shu birinchi bosqich mana 70 minutdan demak qancha minut vaqt o'tdi 15:00 dan keyin? 70 qo'shilgan 30 qo'shilgan 5. Mana shuni qo'shamiz. Ya'ni 70 qo'shilgan 30 qo'shilgan 5 teng bo'ladi 105 minut. Endi kelganidan keyin mana 15:00 da keldi. Kelgan vaqtdan boshlab 105 minut vaqt o'tibdi imtihon topshirib bo'lgunicha. Imtihondan qachon qaytadi desa, demak, nima qilishimiz kerak? Mana 105 minutni biz soatga aylantirsak, necha soat bo'ladi? 105 dan 60 ga bo'lamiz. 1 soat u necha minut? 1 soatda 45 minut. 45 minut. Demak, 15:00 dan 1 soat 45 minut o'tgunicha bu imtihonda bo'ldi. Endi qachon qaytadi desa, mana shu 15 shu 45 ni qo'shamiz. 00 ga qo'shaman 01:45 ni.
Demak, 45 ni o'zi tushdi. 15 ga qo'shsam 1 ni, demak 16. 16 yo'q 45 da, demak nima qiladi? Qaytadi. Javob 16 ga 45. Tushundinglarmi? Ha. 36-chi. Raqamli soat 02:31 ni ko'rsatyapti. Bunda ekrandagi vaqt 0, 1, 2, 3 raqamlardan tashkil topgan. Eng kamida yana qancha vaqtdan so'ng aynan shu raqamlardan iborat vaqtni ko'rsatadi? Endi ya'ni nima degani desa, keyingi vaqt demak hozir nechini ko'rsatyapti? 02:31 ni ko'rsatyapti. Endi qancha vaqtdan keyin yana mana shu 0, 1, 2, 3 raqamdan tashkil topgan vaqtni ko'rsatish kerak. Endi e'tibor bersak, 02 ya'ni 2:31 dan keyin keladigan vaqt masalan nechi? 2:32, to'g'rimi? Undan keyin keladigani 2:33. Undan keyin keladigani 2:33. 2:34. 2:34. Va hokazo shunaqa davom etadi. Lekin qaranglar, nimaga mana bu 2:32 bo'lmaydi? Chunki 2:32 da bir ishtirok etmayapti. Bir ham ishtirok etish kerak. Mana shu 4 ta raqam, ya'ni 0, 1, 2, 3 ishtirok etish kerak. 02:33 da ham ishtirok etmaydi, chunki 1 yo'q. 02:34 ham bo'lmaydi, chunki mana bu yerda 4 ortiqcha, bizda mana bu yerda 4 berilmagan. Endi undan keyin keladigan vaqt bor. Mana shu raqam ishlatish mumkin. Bundan oldinda kelgan vaqt bor, ya'ni 02:13 bo'lishi mumkin edi, lekin bizaga keyin keladigani, demak 2 bilan boshlanadigan, ya'ni 02 nechidir yo'q. Masalan 02 mana bu 3 bilan 1 ni o'rni almashtirib qo'yishim mumkin faqat, lekin u oldinda keladi. Demak 2 bilan boshlanadigan, ya'ni 02 bilan boshlanadigan vaqt yo'q. 03 bilan boshlanishi mumkin. 2 dan keyin 3 keladi, to'g'rimi? 3 nechi bo'lishi mumkin? Endi 0 bilan 3 dan foydalandim. Endi foydalanishim kerak qaysidan? Men 0 dan ham foydalandim, 3 dan ham foydalandim. 1 bilan 2 dan foydalanishim kerak. Eng kamida degan uchun 12 deyman. Tushundinglarmi? Eng kam, chunki 21 desam, mana 03 21 ham bo'lishi mumkin, lekin qaysi biri oldinroq keladi desa, 02 12 03 12 keladi. O'shaning uchun 03 21 ni olmaymiz. Demak, mana shu vaqt bor ekan. Ya'ni 2 qizil yozaman. Demak, 2:31 dan keyin keladigan soat, ya'ni shu raqamlardan tashkil topgan soat 03 12 eng kamida. Ikkovida ham mana 0 2 3 1 bor, bunda 0 3 2 1. Hammasida bir xil raqam ishtirok etgan. Endi qancha vaqtdan keyin keladi desa, nima qilaman? 03 12 dan ayirishim kerak. 02 31 ni ayiraman. Demak 02 ana buni demak 72 deyman. Buni 02 31 deyman. Ayiradigan bo'lsam 41. Demak 41 minutdan keyin qaysi vaqt keladi? 42. 03 12, ya'ni shu raqamlardan tashkil topgan eng qisqa vaqt shu bo'ladi. Ya'ni 41 minutdan keyin keladi. Javob 41 minutdan keyin. Hamma tushundimi? Ha. Ha, soat tushundik. Yaxshi. 37-chi. Umarning soati 15 daqiqa orqada, lekin u 10 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Soatiga qarab Umar peshin vaqti bo'ldi deb o'yladi. Aslida soat necha edi? Peshin vaqtini 12 deb oling, 12:00 deb oling. Xo'p, demak peshin vaqti 12:00. Mana bu Umarning soati 15 minut orqada bo'lsa, nima bo'ladi? Kim yechgan shu masalani? Men. Kim? Men Bilal. Nima chiqdi?
Nima 37'ga qilamiz? 11:35 chiqdi. Nechi? 11:35. 11:35? Ha. Yo'q. Endi Asli qaranglar. soat esa Aslida 11:50 qaranglar, chiqdi. mana bunaqa. Qaranglar. U soati 10 minut oldinda deb o'ylasa, lekin soat xato. Mana 15 minut orqada, to'g'rimi? Uni to'g'rilashim uchun nima qilishim kerak? 15 daqiqa kerak. Qaranglar. Bamdan keling, lekin u 10 daqiqa oldinda deb o'ylasa, masalan, men soatim 10 daqiqa oldindaligini bilsam, men kimgadir aytmoqchi bo'lsam, 10 minut ayirib aytaman, to'g'rimi? Demak, 12:10 bo'ladi. Oldinda deb o'ylasa. Tushunarlimi? Ha. Tushundinglar? Masalan, mana bunga e'tibor bermaysizlar. Mana Umarning soat 15 daqiqa orqada degan gapiga hozircha e'tibor bermaymiz. Faqat mana bu gapga e'tibor beringlar. Lekin mana Umar soati 10 daqiqa oldinda deb o'ylagani uchun agar soati 12:10 ni ko'rsatayotgan bo'lsa, u 12:00 deb aytadi. Tushundinglarmi? Mana shu yerga tushundinglarmi? Ya'ni 12:10 bo'lsa, oldinda deb biladi. Mana o'zicha o'ylaydiki, oldinda soatim 10 minut. Demak, haqiqiy soatni aytishim uchun 10 minutni ayirib aytishim kerak deydida, 12:00 deb aytadi. 11:50 chiqar shunda. Endi qaranglar. Buni soati hozircha shu holatga keldi. 12:10. 12:10 ni masalan 12:00 deb aytdi. Lekin Umarning soati 15 daqiqa orqada qolgan bo'lsa, soatni to'g'rilashim uchun 15 daqiqa oldinga o'tkazishim kerakmi? Shunda haqiqiy soat 12:25 ni ko'rsatayotgan bo'ladi. Tushunarlimi? Bizga haqiqiy soat, ya'ni aslidagi soat nechini ko'rsatayotgan desa, 12:25 ni ko'rsatayotgan bo'ladi, mana. Aslidagi soat 12:25. Endi Umarning soati 15 daqiqa orqada, demak, Umarniki mana. Gapi bo'yicha demak, Umarniki 12:00. Xo'p, nechi? 10. Umarning soati 12:10 ni ko'rsatyapti. Lekin u oldinda deb o'ylagan uchun 10 minutni xayolida ayirib tashladi-da, 12:00, ya'ni peshin vaqti bo'ldi dedi. Tushunarlimi? Ha. Ya'ni biroz fikrlash kerak mana shu joyda. Ya'ni mohiyatini tushunsangiz yecha olasizlar. Demak, javob 12:25, ya'ni haqiqiy soat 12:25 ni ko'rsatayotgan bo'ladi. Ustoz, peshin vaqti 12 bo'lsa, 10 daqiqa oldinda deb hisoblaydi. Demak, ayirish kerakmi? Qaranglar, men mana bunaqa tushuntirdim-ku hozir. Qaranglar. Passan. Men yo'qni passan tushunaman, qaranglar. 37. 37. Peshin vaqti mana. Peshin vaqti bu nechiga teng ekan? 12:00 ekan. Ha. Endi Umar soati oldinda deb bilsa, masalan, oldindaligini bilsa, masalan, hozir soat nechi bo'ldi? Ayni momentda 19:35. To'g'rimi? Men agar 5 minut oldindaligini bilsam, haqiqiy soatni aytmoqchi bo'lsam, 12:30 deyman, ya'ni 5 minutda ayirib aytaman. Ustoz, lekin bu yoqda peshin vaqti bo'ldi deb o'ylayapti, demaydimi? O'ylayapti. Aslida deyapti, aslida soat nechi? Endi Aslida Umar peshin vaqti bo'ldi deb o'ylayapti, deyapti. qarang, endi 12:10 minut oldinda deb o'ylasa, bu 12 deb aytdi, to'g'rimi? Demak, 10 minut oldinda deb o'ylagan uchun bu nima qiladi? 12:00 ga qo'shadi 10 daqiqani. 12:10 bo'ladi uni soati. Ya'ni bu nechi Umarning soati? Umarning soati 12:10 ni ko'rsatyapti. Tushundinglarmi? Umarning soati 12:10 ni ko'rsatyapti. Endi lekin mana shu soat, mana lekin bu vaqt
asl vaqtdan 15 minut 15 minut. Nimada? Orqada. Agar orqada bo'lsa, haqiqiy asl vaqtni topishim uchun demak asl vaqtni topishim uchun nima qilaman? 12 10 ga qo'shaman. 12 10 ga 15 15 minutni qo'shishim kerak. Oldinga o'tkazishim kerak vaqtni. Demak 12 yu 12 25. 25 bo'ladi. Demak haqiqiy vaqt yoki to'g'ri vaqt desa bo'ladi. Peshim vaqti bo'ldi deb o'ylayapti. Uni hisoblab bu Yo'q, mana. Qarang, mikrofon o'chiring, mikrofon o'chiramiz. Mikrofon o'chiring, qaranglar. Mana bu joyda sizlar Ustunur Umarning soati 15 daqiqa orqada. Mana shu e'tibor bermaysizlar faqat. 15 minut orqada, lekin mana buni bilmaydi. 15 daqiqa orqadaligini bilmaydi bu. Ibi. Bir kunga shunday. Xo'p, dinlanglar, o'chiramiz mikrofonni. 15 daqiqa orqadaligini bilmaydi, lekin 10 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. O'sha 10 daqiqa oldinda deb o'ylagani uchun, mana 10 daqiqa oldinda deb o'ylagani uchun demak nima qiladi? Soat necha bo'ldi desa 10 daqiqa ayirib aytadi. Ayirib ayt. 12:10 edi aslida uni soati. Demak shu 12:10 ni 12:00 deb aytdi, ya'ni peshin vaqti bo'ldi dedi. Endi bu mana yozdim. Umarning soati. Mana shu 12:10 Umarning soati. Lekin mana shu 12:10 asl vaqtdan 10 minut orqada. Ya'ni masalan Jasurbekning vaqti bor. Jasurbekning vaqti to'g'ri soat. Assalomu alaykum ustoz. 12:25 ni ko'rsatsa. Va alaykum assalom. Jasurbekning soati haqiqiy to'g'ri 12:25 ni ko'rsatadi. Umarniki bundan orqada. Demak, bu nima qilish kerak? 15 minut qo'shish kerak, ya'ni oldinga o'tkazish kerak. Shunda haqiqiy vaqtga to'g'rilab oladi. 15 qo'shiladi. Tushunarlimi? Ha. Kimda savol bor? Yo'q. Hamma tushundimi? Ha. Ustoz keyingisi nima o'qing? Yaxshi. Endi keyingisini 38. Qo'shilamiz. Xo'p, Bilol, o'chiramiz, mikrofonni o'chiramiz. Sizlarga navbat kelgan payti mikrofon yoqasizlar. Elektron soatimni quyidagicha dasturladim. Bunda soatim tablosidagi vaqtni ifodalovchi raqamlarning barchasi toq bo'lsa, bir marta qo'ng'iroq chaladi. Agar bu raqamlarning barchasi juft bo'lsa, 2 marta qo'ng'iroq chaladi. Soatim 8:11 dan 11:45 gacha necha marta qo'ng'iroq chaladi debdi. Endi 8:11 dan keyin masalan keladi, qaysi keladi? 8:12 keladi va hokazo kelaveradi. Lekin bularda qarasanglar toq raqam, juft raqam bor. Birinchi o'zi toq raqam, juft raqamni bilib olishinglar kerak. Ya'ni toq raqamlar demak bu 1 3 5 7 9. Juft raqamlar 0 2 4 6 8. Endi barcha raqamlar juft bo'lish kerak. Mana shu 8:11 da barcha raqamlar juftmi? Yo'q. Mana bu 0 juft, 8 juft, lekin bir toq. Mana juft desam, demak 0 juft, 8 ham juft ekan, lekin 1 bular toq. Demak, qachon hammasi toq bo'ladi? Qachonki necha bo'lish kerak? Ikkalasi ham toq bo'ladigan vaqt demak 8 ham emas, 9 ham emas. Chunki 09 ham bo'lishi mumkin emas. Nimaga 09 bo'lishi mumkin emas? Chunki 0 juft bo'lgani uchun. Barchasi qachon toq bo'ladi? Barchasi demak toqlarni yozadigan bo'lsam 11 u nechi? 11. 11 bo'lsa.
barchasi toq bo'ladi. Endi Yalagiz. keyingisi nechi bo'ladi? 11 13. Undan keyingisi 11 11 15. 15 11 11 15 17. 17 11 11 19 19. 11 nechi bo'ladi? 35 21 bo'lmaydi, chunki 21 da qaraylik. 21 deyishinglar mumkin ba'zilar. Mana bu ikki juft. O'shaning uchun 21 bo'lmaydi. Barchasi toq bo'lishi kerak. O'shaning uchun 11 31. 11 33. 33 11 35. 35 11 37. 11 39. Bormi yana boshqa? Yo'q, chunki 11 40 o'tsa demak 4 juft raqam bo'lgancha nechta ekan? lekin 11 50 o'nta 11 45 gacha. 11 45 gacha. bo'ldi. Endi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Demak 10 ta chaladi. Bir martadan chaladi, 10 ta chaladi. Endi mana shu 8 u 11 dan 11 u 45 gacha barchasi juft bo'lgan vaqtlarni yozib chiqamiz. Demak nechi? 08 dan boshlanadi. 2 ham 8. Demak nechi? 08 u 820 11 dan keladigan 20. Xo'p, 08 u 822 08 u 24. 826 08 u 26. 08 u 28. Xo'p, 18 u 40 08 u 40. 18 u 42 42. 18 u 44 08 u 44. Keyingisi 18 u 08 u 46 46. 18 u 48 18 u 48. Bo'ldi, 10 boshqa ta bormi? 20 ta Boshqa yo'q, to'g'rimi? yo'q. Xo'p, sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 10 ta bo'lsa demak hozir 10 ta ekan bular. Qaysi qolib ketdi? Hech qaysi. Qaysi qolib ketmadimi? Endi 10 Yo'q, ta qolib bo'lsa, ketgan. bunda barchasi juft bo'lsa 2 marta qo'ng'iroq chalgani uchun 2 marta chaladi. Har bir vaqtda demak 10 ni ko'paytiraman 2 ga. 20 marta chaladi jami. Demak, barchasi toq bo'lgan paytida 10 marta chaladi, barchasi juft bo'lsa 20 marta chaladi. Jami qancha chaladi? 10 qo'shilgan 20 ga 10 20 qo'shamiz 30. 30 marta chaladi. Javob 30 marta. Endi tushunarli bo'ldimi hammaga? Labay. Men o'qimadim. Hali hech kim o'qigani yo'q, shogird. Tushunarlimi? Kimda qanday savoli bor? Vaqtga doir masala bo'yicha kimda qanday savol bor? Yozayotgan savol bo'lmasa minus qo'yinglar. Savol bo'lsa plus qo'yinglar. Savol yo'qlar minus qo'ysin. Hammaga ustoz ovozi uzil boryaptimi? Ha. Nima bo'lyapti? Ustoz plus minus qo'yibdi. Zinura, nima savol bor? Boshqalarga ham ustoz ovozi bo'linib boryaptimi? Yo'q. Zinura, nima savolimiz bor? Ustoz ukamga gapirayotgan edim, qo'lim unaqa bo'lib ketdi-da. Voy. Xo'p, yaxshi.
Xo'p, Galaxy A57 dan kim kiryapti? Kim? Kim? Xo'p, bugun hafta kunlarini o'tamiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, Hafta juma, kunlari yakshanba. va kalendar. Ustoz, asli yakshanba birinchimi? O'zi mana tojikchada mana yak degani bir degani, du degani ikki degani. Ya'ni yakshanba degani o'zi e, birinchi shanbalikmi nima? Dushanba, seshanba, chorshanba shunaqa. Lekin bizani nimamiz bilishimiz bo'yicha demak dushanba kuni birinchi haftani birinchi kuni, yakshanba kuni oxirgi kuni. Ya'ni dam olish. Xo'p, hafta kunlari demak biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Hammamiz bilamiz, mana hafta kunlari demak. Dushanba, seshanba, Hafta chorshanba, payshanba, juma, shanba, kunlari demak qaysilar? Dushanba, dushanba, seshanba, Dushanba, chorshanba, juma, chorshanba, seshanba, payshanba, yakshanba. xo'p, seshanba, Chorshanba, chorshanba, payshanba, chorshanba, payshanba, payshanba, juma, shanba, seshanba, juma, juma, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, shanba va yakshanba, yakshanba, yakshanba. dushanba, Demak, dushanba, seshanba, hafta chorshanba, kunlari demak payshanba, bir juma, hafta, yakshanba, yakshanba. bir Bir hafta hafta nega 7 teng kun. ekan? bir hafta 7 kun. Bir hafta 7 kun. 7 kundan iborat ekan. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba. Endi xo'p, narsani bilishimiz kerak, oylarni bilishimiz kerak. Xo'p, Usta, lekin bularni hamma biladi. ha biladi, lekin ko'ramiz hozir. Oylar Endi birinchi. bir yil Bir yil 360 necha oydan iborat? 12 oy. oy. 12 oy. To'g'rimi? 365. Qaranglar. Bu ham teng bo'ladi 365 365 kunga yoki yoki 366. 366 kun. To'g'rimi? Qachon 366 kun bo'ladi? Bir yil. Kabisa yilida. Kabisa yilida. Ha, kabisa yilida. Kabisa yilida bir yil 366 kun bo'ladi. Bunda demak, bunda fevral 28 yoki 29. Kabisa yilda 29 kundan iborat bo'ladi. Endi shu yerda kabisa yiliga ta'rif bersak. Kabisa 4 yilda bir marta keladi kabisa yili. demak, kabisa yili nima deymiz? 4 yilda bir marta keladi. 4 ga 4 ga bo'linadigan yillar kabisa yili deb ataladi. yillar. Kabisa yili bu 4 ga bo'linadigan yillar. Misol uchun 24. 2024-yil. Demak, necha kundan iborat edi? 366 kundan iborat edi. Va o'sha yilda demak fevral 29 kundan iborat bo'lgan edi. Va 2024 4 ga bo'linadi. Endi keyingi kabisa yili demak nechinchi yil? 2028-yil bo'ladi. Undan keyingisi 2036. 2032-yil. 36. Mana shunaqa tartibda ketadi. Labay. Ana. Rokers. Nima savol? Nima bo'ldi?
Xo'p. Kabisa elini tushundinglar, to'g'rimi? Endi biz bilishimiz kerak 12 oy. 12 oy. Demak, qaysilar? Birinchi oyimiz demak. Yanvar, Fevral, mart, fevral, aprel, may, iyun, mart, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, Mart, aprel. April, may, Hop, may, mikrofon o'chiramiz. Mikrofon o'chiringlar. Mikrofon o'chiringlar. Shoqim bo'lib ketyapti, shogirdlar. Aprel, may, may, iyun, iyul, iyul, avgust, avgust, sentyabr, sentyabr, oktyabr, noyabr, oktyabr bor. Oktyabr, noyabr dekabr, va dekabr. yanvar. Endi biza mana shu yillar necha kundan qaytishini bilamizmi? Yo'q. Ha, böyle tamam. Hamma bilmaydi, to'g'rimi? Labi. Qaranglar, hamma bilmaydi. Endi qaranglar, hozir hamma chap qo'lni musht qiladi. Chap qo'linglarni musht qilinglar. Chap qo'linglarni musht qilinglar. Qarang, eshtinglar. Chap qo'linglarni musht qilasizlar va mana bu ko'rsatkich barmog'inglar bor-ku, chap qo'ldagi ko'rsatkich barmog'ining usti. Suyak. O'shaning ustida demak yanvardan boshlanadi. Yanvar bo'lsa 31 dan qaytadi. Pastga tushgani 30. Mana ustoz qarang, mana. Yanvar, fevral, mart, aprel. Aprel, Bo'ldi, eshtinglar. noyabr, Shogirdlar, eshtinglar. Mikrofon o'chiringlar. Iyul, avgust, Mikrofon o'chirib. sentyabr, Mikrofon o'chirib. oktyabr, Mikrofonni o'chirib. Shogirdlar, mikrofonni o'chirib. Musht qilamiz dedik. Bilol, musht qilamiz. Xo'p. Chizaman, qarang, chizib beraman sizlarga. Qo'l. Qanaqa bo'ladi? Dostman savolim bor edi. Hozir. Mana bu qo'l. Katta bo'lib qoldi ustoz-ku. Mana bosh barmoq. Endi Bosh barmoq. Endi mana musht qildim, to'g'rimi? Mana musht qildim. Mushtim ko'rib turibsizlar mana. Mana bu ustida turgan chiziqqa qaranglar mana. Ustida bo'lsa, demak, nechidan qaytadi? 31 dan qaytadi. Va buni yanvar deyman mana. Ustidan qaytsa demak, yanvar 31 dan qaytdi. Undan keyin demak, fevral 28 yoki 29. 28 yoki 29. Mart Mart 31. 30. Aprel 30. 30 pastda bo'lgani uchun. Demak, yuqoriga chiqdik. Nechi? May 31. Iyun 30. Ustiga chiqdik. Iyul 31. Endi nima qilamiz desa, endi yana qaytadan keladi. Avgust 31. Xo'p. Sentyabr 30. Xo'p. oktyabr, Demak, oktyabr 31. Noyabr 30 va dekabr 31. Mana shundan keyin yil tugaydi. Demak, yanvardan boshladik. Bosh barmoq ko'rsatish barmog'imizni usti demak, yanvar 31 dan qaytadi. Sanaymiz. Yanvar, fevral, mart, aprel, may. Qaysi biri ustida tursa 31 dan qaytadi?
qaysi bir pastda chuqurchada joylashsa 30 dan qaytadi. Rasm tushundinglarmi? Demak, mana bu 31, bu 30, mana 28, mana bu yoqda yozaylik, demak 28, 29 yoki 30. Bunisi 31. Mana bu 30. Bu 31. Yo'q, xullas shart emas, buni yozinglar. Bu tomondan adashib ketasa, demak, xullas ustida tursa 31, chuqurchada bo'lsa 30 bo'ladi. Demak, men bu yerga yozib chiqar ekanman. Yanvar 31 dan qaytadi. Fevral 28 yoki 29, mart demak 31, aprel 30, may 31, iyun 30, iyul 31, avgust ham 31, sentyabr 30, oktyabr 31, noyabr 30, dekabr 31 dan qaytadi. Labay Jasurbek. Ana mendan deb gapirgan menday bu yoqdan bunday mayli. Tushunmadim Jasurbek. ikkita aytyapman. Mana mendan de o'rgatgan boshidan qaytganda mana shunday ashtamandan bitta joy tashlab ketish kerak edi. Mana shunday o'rgatdi. Mana Joy shunday tashlab desam, ketish kerak edi? ha, mana shunday qilardi bizda. Mana shunday o'rgatgan. Kim o'rgatgan edi? Nima uchun iyul ham avgust ham 31. O'zi shunaqa. Ya'ni qaranglar mana. Yilga kelganimizda mana eng kichkina barmog'imiz ustida kelib qoladi-ku. Yana avgustda boshidan boshlaymiz. Demak, o'sha avgustdan 31 dan qaytadi. Endi masalaga misol uchun bunga qaramasdan ko'chadasizlar, ko'chada turgan paytinglarda may oyi nechidan qaytadi desa, nima sanaysizlar? Yanvar, fevral, mart, aprel, may, demak, ustiga chiqib qoldimi? 31 dan qaytadi deysizlar. Tushundinglarmi? Noyabr nechidan qaytadi desa, noyabr nechidan qaytadi desa mana yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr chuqurchaga tushadi. Demak, 30 dan qaytadi deysizlar. Tushunarlimi? Ustoz. Demak, sizlarni hozir asosiy bilishinglar kerak bo'lgan narsa shu bo'ldi. Ya'ni yanvar, ya'ni oylar necha kundan qaytish kerakligini sizlar kalendarga qaramasdan ayta olasizlar. Demak, yodlamasanglar ham bo'ladi. Faqat mana shu chap barmog'inglar yokida o'ng qo'llar bilan foydalansanglar bo'ladi. Mana chapaqay bo'lsanglar, demak, o'ngdan sanaysizlar, farqi yo'q. Demak, yuqorida turgan suyak ustida demak 31 bo'ladi. Pastda chuqurcha demak 30 bo'ladi. Va kabisa yili demak 4 ga bo'linadigan yillar har 4 yilda bo'ladi. Demak, bular kabisa yili deyiladi va o'sha yili fevral 29 kundan iborat bo'ladi. O'sha yilda demak yil ham bir yilimiz ham 366 kun bo'lar ekan. Tushunarlimi? Yaxshi. Ustoz tushunarli. Endi savollar bor. Savollarni Ustoz ketma-ket birga ishlaymiz. Ketma-ket birga ishlaymiz savollarni. Xo'p. Birinchidan boshlaymiz. Men o'qiy. Bilal. Iltimos, men o'qay. Mana o'qiy. Xo'p, endi Sada mikrofon umid- o'chiramiz. Hamma o'qiydi. Biloldan boshlaymiz. 15 kunlik sayohatga ketayotganda uydan kalendar rasmdagidek edi. U qaysi sanada sayohatga qaytib keldi? 15 ga qo'shaman 7 ni. 22. 22-mayda kelgan ekan. Ustoz, Yaxshi. Uchinchisini. Ahmed. ustoz, Ha, Jasurbek. hisoblar chiqdi. Bino Hozir Ahmed shoshmaydi. Nima? Ahmed shoshmaydi. Jasurbek nima gap? 1 yil 1.682.400 soniyaga teng ekan. Yaxshi, hisoblasa shunaqa. Hisoblab ko'rasizlar uni. Uchinchisi Ahmed o'qiymiz. Josh bino o'zining oxirgi
kitobini o'qib bo'lgan keldilar. Quyidagi rasmda ko'rgan edi. Agar Jasmina bu kitobdan 19 ta kun tugagan bo'lsa, kun qanday sana oshi bo'lgan? Seshanba. Xo'p. Jamshid o'zining oxirgi kitobini o'qib bo'lganda kalendarga quyidagi rasmni ko'rgan edi. Ikkinchini o'qibdi. Mayli. Xo'p, agar Jamshid bu kitobni 19 kun o'qigan bo'lsa. Ayiramiz 25 dan 19 ni ayiramiz. 19 ni ayiramiz. 25dan 9ni ayiramiz. Nechi bo'ladi? Shunda 14. 14. Nechi? 14. 14. 14 bo'ladimi? Yo'q, 14 ustas. bo'lmaydi. 16. 6 ustas. 16 ham bo'lmaydi. 6. 6 bo'ladi. Demak, 6-sentyabr bo'ladi. 6-sentyabrda o'qishni boshlagan. Ahmed. 3-ni. Men o'qiyman, chatga yozasizlar. Og'zaki aytish yo'q. Chatga yozamiz. Rasmda kalendarning ustiga siyoh to'kilgani tasviri ko'rsatilgan. Bu oyning 23-kuni haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? Ketdi. Qani kim birinchi yozadi? Yigirma uchinchi kuni haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? So'z javob ber. Mana chat ochilmayapti. Nimaga o'tdingiz? Kirsam To'g'ri javob. men tepaga chiqib ketadi. To'g'ri javob bor. Nechta soni? Boshqadan kirsam bo'ladimi? Bo'ladi. So'z nechta to'g'ri javob? To'g'ri javobmi? Bir kishi bir marta yozsin faqat. 2 marta yozmaydi. Bir marta yozinglar bo'ldi. O'zim o'qib olaman. Kim to'g'ri dedi? Ustoz, menda zaryadka qoldi. Zaryadka qo'yinglar. Zaryadka qo'yib foydalansa bo'ladimi? Yo'q, ustoz zaryadka. Bo'ldi, ustoz ochildi. Portlab ketadi. Hamma yozib bo'lmadi shekilli. Qani men Solihani yozganini ko'rmadim. Soliha yozmadi. Xo'p. Zinura yozmadi. Ustoz bazi. Yana kim? Qobil yozgan. Xo'p. Umidjon yozdimi qani? Umidjon yozgan. Xo'p, Mohirjon, qani Mohirjon? Qani? Yozgan Mohirjon. Xo'p, eshitdilar, ikkita to'g'ri javob bor. 3 ta ekan, 4 ta ekan, 5 ta ekan, ko'payibdi-ku. Demak, birinchi to'g'ri javob bergan o'quvchi Jasurbek bo'ldi. Abduhashimov, Jasurbek. Malades. Nimaga qaranglar? 31-sana ko'rsatib turibdi bizga mana, 31. Undan foydalan. Ustoz yozganman. Ko'pincha. Qani birinchi? Bilol. Bilol, seshanba Yozganman-ku birinchi. Seshanba kuni yozgansan-da. Se deb qo'yibman-ku. Se degani seshanba, to'g'ri javob payshanba bo'ladi. Hay. Bu oyning 23-kuni desa, qaranglar. Xohlasanglar bu tomonga qarab yozib ketasiz. Demak, mana 30, 29, 28, 27 ki mana bu shanba, to'g'ri? Mana bu yakshanba. Demak, yakshanba necha bo'ladi? 26. 6, shanba 25, 24,
23 bo'ladi. Demak, 23 payshanbaga to'g'ri keladi. Endi bu birinchi usul sizlarga. Endi qaranglar, bunaqa qilmaymiz. Biz ham bunaqa ishlamaymiz. Osonroq ishlaymiz. Bir hafta biz bilamizki, necha kun? 7 kundan iborat. Demak, 7 kun orqaga qaytsam ham juma bo'lsa, 7 kundan keyin ham juma bo'ladi. Ya'ni 7 kun oldin ham juma bo'lgan bo'ladi. Demak, 31 dan ayiraman 7 ni necha bo'ladi? 31dan 7dan ayirsak 24. 24. 24. Demak, 24-kuni ham nima ekan? Juma ekan. 24 dan bitta oldingisi demak 23. Payshanba. Tamam, 23-kuni payshanba bo'ldi. Ha, juda Tushunarlimi? oson. Ha? Ustoz, men Ya'ni- tashqari chiqishim bo'ladimi? Ya'ni yozib kelib mamlakasiga hisoblab kelmaymizda bittada tepaga qaytamiz. 7 kun oldin masalan juma kuni bo'lgan bo'lsa 7 kun keyin ham juma kun bo'ladi. 14 kun keyin ham juma kuni bo'ladi. 21 keyin ham juma kun bo'ladi. Chunki bir hafta 7 kundan iborat. 7 ni 7 ni qo'shasizlar. Tushunarlimi? Masalan, qaranglar mana. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba bo'lsin va dushanba kuni birinchi chislo bo'lsa agar keyingi dushanba qaysi sana bo'ladi desa 1 ga 7 ni qo'shasiz. Necha? 8. 8-sana ham demak dushanba bo'ladi. Tushundinglarmi? Yana 7 ni qo'shasizlar. 15-sana ham demak dushanba bo'ladi. Va hokazo ketadi shunaqa. Ustoz, Ular bu qo'shimchasiga aytdim buni. 5-savol. ustoz, Tug'ilgan kunim yaqinda. tashqari chiqsam bo'ladimi? Xo'p, tezda. Xo'p, Oyatulloh 5-ni. Oyatulloh 5 o'qiymiz. Nodir juma kuni soat 6:00 da Buxoroga borish uchun yo'lga chiqdi va bir kun u 11 soat keyin uyiga qaytib keldi. Nodir haftaning qaysi kuni uyiga qaytib kelgan? Aha. Demak, juma kuni nechida chiqdi? 18:00. 18:00 da. Qancha vaqt yuribdi? 11 soat. Bir kuni 11 soat. soat. Endi shu bir kuni 11 soatdan keyin qaysi kun bo'ladi? Shanba. Bir kundan keyin, mana bir kundan keyin bo'lsa shanba kuni Shanba kuni 18:00 soat bo'ladi. 11 bo'lgan bo'ladi. 11 emas, 18:00 bo'ladi. Shanba kuni 18:00 bo'ladi, bir kundan keyin. Endi 11 soatni qo'shishim kerak. Ya'ni 11 soatni qo'shishim uchun 18:00 dan keyin 24:00 gacha qancha vaqt bor? Kechki kun o'tishgacha. 24 dan ayiraman 18:00 ni. Necha bo'ladi? 6 soat bor, to'g'rimi? Soat. 6 soat. Demak 6 soat demak shanba kuni bo'ladi va tugaydi. Keyin necha bo'ladi? Undan keyin yakshanbaga o'tadi. Yakshanba kuni nechida boradi shunda? 5 soatni qo'shaman, ya'ni 5:00 da boradi. Qaysi kuni uyga qaytib keladi desa, yakshanba kuni qaytib keladi mana. Yakshanba kuni 5:00 da bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p. Ahmed, mikrofon o'chiramiz. Bular o'qimadi. 7-chi. Nima? Ustoz. Hozir o'qiymiz hamma navbat bilan, shogird navbat bilan. 7-chini. Xo'p, Umidjon.
Bo'luvchi sayyorasida iyun oyidagi barcha 10 ga yoki 15 ga bo'linadigan sanalar dam olish kuni deb e'lon qilindi. Bu natija bo'luvchi sayyorasidagilar endi iyun oyida necha kun dam oladi? Xo'p, 10 ga bo'linadigan va 15 ga bo'linadigan 10 ga sanalar dam olish kunlari bo'lsa, qaysi sanalar dam olish kuni bo'ladi? 10-iyun, 10, keyin qaysi? 15-iyun, 15-iyun, 20-iyun, 20-iyun va 30-iyun, 30-iyun. Tamam. Demak, necha kun dam oladi desa, 4 kun bo'ladi. 4 kun. Xo'p. 9-ni. Afruz. Bugun 20-yanvar bo'lsa, 25 kundan keyin qaysi sana bo'ladi? 20 ga 25 qo'sha olamiz, 45 chiqadi. 45-yanvar Yo'q, yo'q. birinchi qaraylik, yo'q, unaqa qilmaymiz. Birinchi yanvar. Yanvardan keyin qaysi oy keladi? Fevral. Fevral. Yozib olasizlar. 20-yanvar bo'lsa bugun, yanvar oyi tugashiga qancha kun bor? Yanvar oyi 31 dan qaytadi, to'g'rimi? 31 dan ayiraman nechini? 20 ni. 14-fevral bo'ladi. Bersak 11. 11 kun. Endi 25 kundan keyin desa, demak nima qilaman? Fevralda 11. 25 dan 11 ni ayiraman. Fevralga qancha kun o'tishini topamiz. Demak, necha kun? 14. Demak, nechinchi fevral kuni bo'ladi? 14-fevral. 14-fevral bo'ladi. Tushundinglarmi? Ha. Demak, javob 14-fevral bo'ladi. Mana o'qiyin 11-sini. Hozir 11-ni. Bobur, kim? Amirxon. Bugun 17-dekabr bo'lsa, 45 kun oldin qaysi soniya bo'lgan? Sana bo'lgan. Demak, dekabr. Dekabr. Undan oldin qaysi oy bor? Noyabr bor. Oktyabr. Noyabr shogird. Noyabr bor. Demak, 17-dekabr bo'lsa bugun, to'g'rimi? 45 kun oldin desa nima qilamiz? 45 ta 17 ni ayiramiz, 5-dan 17 ayiramiz. 45 ta 17 ni ayiramiz, chiqqan Ayiraman javobi 17 ni. Nechi bo'ladi? 32. 45 dan 17 ayirsan. 32. 32. 32-dekabr bo'ladi. Yo'q. Yo'q, hozir. Unaqa emas. Ha. Hozir fikrlaymiz. Endi fikrlaymiz. O'ttiz ikkinchi noyabrmi? Xo'p, o'zi qanaqa qilibsizlar? 45-dan 17 ayirsak 32 bo'lmaydi-ku. 32 bo'lmaydi-ku. Nimaga 32 bo'ldi deydilar? 18 bo'ladi. 18. 28 bo'ladi. 28 bo'ladi. Qaranglar. 28 bo'ladi. Ya'ni 28 kun. Ya'ni qaranglar. Dekabr 17-dekabrdan mana 17-dekabrdan orqaga qaytdim. 17 kun orqaga qaytsam, noyabrdan 28 kun orqaga qaytishim kerak. Ya'ni 30-noyabrdan orqaga qaytishim kerak 28 kun. Shunda qaysi sana bo'ladi deyapti. Tushundinglarmi? Ya'ni 28-noyabr bo'lmaydi, undan 28 kun yana orqaga qaytaman. Demak, noyabr 30 dan qaytadigan bo'lsa, 30 dan ayiraman 28 ni. 2, demak 2-noyabr bo'lar ekan. Javob 2 bo'ladi. Tushundinglarmi? Qaysiz? Orqaga qaytishim kerak. Demak, oldin desa, orqaga qaytib ketasizlar. Mana shunaqa ishlaysizlar. 13-ni. Qarzi bor deb.
13-ni Abdulaziz. Bugun 2024-yil 1-sentyabr Mustaqillik bayrami bo'lib, bundan 4 yil 14 kun oldin Nizom Prezident maktabiga qabul qilingan edi. Nizom qaysi yilda va qaysi sanada Prezident maktabiga qabul qilingan? Xo'p. Demak, 4 yil 2024-yil bugun demak 1-sentyabr. To'g'rimi? Endi 4 yil oldinchi. 4 yil oldin nima? 2020-yil 1-sentyabr bo'ladi. Ya'ni 4 yil orqaga qaytdim birinchi. 4 yil orqaga qaytsam 2020-yil 1-sentyabr bo'ldi. Endi nima qilaman? 14 kun yana orqaga qaytaman. 14 kun orqaga qaytishim kerak. Demak, nima qilaman? Sentyabrdan oldin demak 1-avgust keladi. Avgust, keyin sentyabr, to'g'rimi? Mana bugun sentyabrni 1-sentyabri. 1-sentyabr bo'lsa, shundan 14 kun orqaga qaytishim kerak. Nima qilamiz? 14dan birdan ayrimiz. 31-avgust topib olamiz. 31-avgustdan, mana avgust 1-dan boshlandi. 31dan nechini ayiraman? 31dan ayrimiz 13da. 13ni, chunki mana bu sentyabrdan 1 kunni ham olib tashlashim kerak. Demak, 14 dan ayiraman 1ni. 13 kun, demak 13 kun avgustdan orqaga qaytishim kerak. Avgustdan ortga. Demak, avgust 31dan qaytgani uchun 31dan ayiraman 13ni. Teng 18-chi nima bo'ladi ekan? Avgust bo'lar ekan. Demak, javob nima bo'ldi? 18-avgust. 2020-yil 18-avgust. 2020-yil 18-avgust. Mana tepasiga yozamiz. 2020-yil 18-avgust bo'ldi. Hamma tushundimi? Ha. Qaranglar, mavzu qiyin. Mavzu biroz qiyin. Diqqat bilan qaramasanglar tushunmaysizlar. Ustoz, lekin bu yerda ham bu mavzudagi masalalar qiyinroq bo'lganligi uchun keyinroq yetishingizni tavsiya qilamiz. Lekin biroz qiyin ekan. Biroz qiyinroq. Qolganlariga nisbatan. Qolgani 15-chi Abduhashimov. Faizli futbol jamoasining yaxshi mahalla futbol turnirida g'alaba qozondi va musobaqa kubogiga ega bo'ldi. Jamoada 11 ta futbolchi bor. Kubok navbat bilan har bir bolaning uyida 3 kun bo'ladi va boshqa bola uni qabul qilib oladi. Nodir dushanba kuni kubokni bir marta oldi. Keyingi safar Nodirga bu kubok qaytib kelganda haftaning qaysi kuni bo'ladi? Xo'p. Demak, buni ishlashimiz uchun birinchi hafta kunini qisqacha yozib olamiz. Demak, Hafta kuni dushanba, Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, shanba, yakshanba yozib oldik. yakshanba. Endi 11 ta futbolchi bor ekan. Mana 11 ta futbolchi bor. Navbat bilan 3 kundan 3 kun bo'ladi. Va Nodir dushanba kuni birinchi marta oldi. Demak, Nodir olgan bo'lsa, seshanba ham, chorshanba ham Nodirda bo'ladi. To'g'rimi? Endi yana qachon qaytib keladi? Yana 33 kundan keyin. Yana 30 kundan keyin 33 qaytib kundan keladi. Yo'q, 30 kundan keyin qaytib keladi. Yo'q, to'xtanglar. Mana Nodir oldi-ku, chorshanba kungacha oladi, to'g'rimi? Endi nechta futbolchi qoladi bu yerda? Nodirdan boshqa 10 ta futbolchi bor, to'g'rimi? 10 ta futbolchi
har birini uydaman 10 ta futbolchi har birini uyda 3 kundan tursa, demak 30 kundan keyin yana Nodir oladi. Nodir oladi. Tushunarlimi? Endi nima qilishimiz kerak? 30 kundan keyin Nodir oladigan bo'lsa, Jasurbek, nima qilamiz endi? O'ziga tushunmadim. Xo'p, 30 kun oladigan bo'lsa, demak boshqa futbolchi oldi. Endi Nodirga qaytib kelish kerak. Qachon qaytib keladi? 37ga bo'lamizmi? Yo'q, mana qaranglar. Mana bu yerda 4 kun bor. 4 kun bor. Keyin yana nima boshlanib ketadi? Yana dushanbadan boshlanib ketadi, to'g'rimi? Ha? Xo'p, 30 kun 34 bo'lsa, ayring. ya'ni nechi bo'ladi shunda? 26. 30 kundan keyin, ya'ni 31-kuni Nodir oladi yana. Mana bu payshanbadan boshlandi. 31-kuni Nodir olish kerak bo'lsa, demak 4 kun. Xo'p, nima qilamiz? 30 dan ayiraman. Nechini? 4 ni. 30 dan ayiramiz 4 ni. 26 kun. 26. Endi mana shu 26-kun qaysi kun bo'ladi? 26 Mana bu yerdan topishim kerak. 26-kun qaysi kun bo'ladi? Bir hafta 7 kundan iborat. Demak, 3 hafta bo'lsa, 3 hafta to'liq o'tsa, nima bo'ladi? Ustoz, tushunmadim lekin. Qaranglar, mana bunaqa qilamiz. Bo'lmasa mana bunaqa tushuntiraman sizlarga. Ustoz, men aytgandim. Dushanba, seshanba, chorshanba shunday yozib olib, keyin tagiga ana Qaranglar. 11 Mana bunday qilamiz. Nodir oldi, chorshanba kunigacha oldi, to'g'rimi? Endi payshanba kuni boshqa futbolchi oldi. 30 kundan keyin demak, nima bo'ladi? Nodir olish kerak. Endi mana bu birinchi kun bo'lsa, payshanba kun birinchi kun bo'lsa, yana payshanba kuni nechi bo'ladi? 7-kun bo'ladi, to'g'rimi? Keyingi payshanba nechinchi kun bo'ladi? keyingi payshanba, 8-kun. Qarang, 8-kun. Keyingi payshanba 15. keyingi payshanba 15, 15. Keyingisi keyingisi 22, 22. Keyingisi 29, 29. Endi 30-kun nima bo'ladi? Juma kuni, to'g'rimi? Juma. Juma kundan keyin demak, qolgan 10 ta bola olib bo'ldi va endi qaysi oladi? Nodir. Endi yana Nodir oladi. Nodir qaysi kun olish kerak edi? 31-kun olish kerak edi. Demak, 31-kun Nodir demak qaysi kunga to'g'ri keladi? Shanba kuniga to'g'ri keladi. Tushundinglarmi endi? Shanba, dushanba Demak, oladi. shanba, yakshanba demak Nodir oldi. Bunda ham Nodir oldi va yana dushanba ham Nodir olar ekan. Mana bu dushanba ham, keyingi keladigan dushanbada ham. Tushunarlimi? Ha. Du deymanda mana bu yerda ham demak Nodir. Yana 3 kun oldi. Ya'ni 31-kun shanba kundan boshlab olar ekan. Kim tushunmadi? Tushunganlar plyus qo'ysin, tushunmaganlar minus qo'ysin. Tushunmaganlar minus qo'ysin, tushunganlar plyus qo'ysin. Ustozni yo anaqa qilib chiqishdan osonroq-a? O'zbek qilishdan osonroq-a? Bunisi osonroq ekan. To'g'ri. Endi qaranglar, buni bu qisqaroq bo'ldi. Qaranglar, men buni mana bu yerga chizib ko'rsatib beraman. Bo'ladimi? 15 ni. Mana bu yerga chizing. Qaranglar. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Demak, Nodir oldi, demak dushanba kuni oldi, seshanba kuni oldi, chorshanba kuni oldi. Endi yana 30 kundan keyin, ya'ni 31-kun oladi. 31-kun oladi. Demak, birinchi kun boshqa bola oldi, mana birinchi kun. 8-kun yana payshanba boshqa bola oldi.
va demak 15-kuni boshqa bola oldi. 22-kun ham boshqa bola oldi. 29-kun ham boshqa bola oldi. Endi 30-kun ham demak juma kuniga to'g'ri keladi. Boshqa bola oladi va 31-kun demak Nodir oladi mana. Nodir oladi va mana bu yerda yana dushanbaga qaytadimi? Mana orqa tomonda yana dushanbaga qaytadi, yana Nodir oladi. Demak, qaysi kuni oladi yana birinchi marta desak, shanba kuni oladi. Tushunarlimi? Mana bu 31-kun. 31-kun. Tushunarlimi? Ya'ni 10 ta bola demak, o'zidan boshqa 10 ta bola bor. Har biri 30 kundan olgandan keyin Nodir oladi. Ya'ni Nodir 31-kun oldi mana. Ana shu 31-kun demak shanba kuniga to'g'ri keldi. Mana bu yechim. 17 diqqat bilan qaramasanglar tushunmay qolasizlar shogirdlar demak. Buni o'qiymiz. Xo'p, Abdulaziz o'qidimi? Abdulaziz o'qidingmi shogird? Abdulaziz. O'qidingmi? O'qidim. Xo'p, Jasurbek Qodirjonov. Nechini ustoz? 17ni. Aha. Buradagi rasmda 2024-yil martning kalendari aks ettirilgan. 2024-yil aprel oyida qaysi kun 5 marta uchraydi? Qaysi kun 5 5 marta uchraydi degan mana bunaqa mana. Juma kuni mana 5 marta uchraydi. Juma, Shanba kuni ham 5 marta uchraydi. Yakshanba kuni ham 5 marta uchraydi. Bu mart oyi uchun. Mart oyi uchun ekan. Endi bizga nima kerak? Mart, aprel oyida qaysi kunlar 5 marta uchraydi? Aprelni chizib olishim kerak. Aprel. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba. Endi mana 31 yakshanba bo'lib tugadi. Endi nechidan boshlanar ekan? Dushanba 1 dan boshlanadi. 1. Dushanba keyingi dushanba 8. Keyingi dushanba nechi bo'ladi? 15, 22, 29. 29, 30. Endi aprel qaysi kundan qaytadi sanaymiz? Yanvar, fevral, mart, aprel. Aprel 30 dan qaytar ekan, to'g'rimi? Demak, mana bu. Bundan keyin 30 dan keyin 1 boshlab ketadi. Ya'ni may boshlab ketadi. 1-may bo'lib ketadi bu yog'i. Bizga aprelda nechta 5 kunlik bor desa, demak, nima bor ekan? Mana bu 23, mana bu 16, 9, 2 demak, qolgan oylar 5, qolgan kunlar 5 tadan faqat dushanba va Seshanba, chorshanba. yo'q, chorshanba 1-may. Chorshanba 1-may bo'ladi mana. 24, chorshanba demak 4 kun bor. Mana bu 5 kun. 5 kun. Mana bu yerda 17, mana 10, 3. Necha kun bor? 3, 10, 17, 24. 4 kun bor. 5 kunlik qaysi edi? 5 marta uchraydi. Qaysi desa nima deymiz? Javob? dushanba va seshanba. Dushanba va seshanba bo'ladi. Tushunarlimi? Ha. 19-ni. Xo'p, Mumtozbegim. Mumtozbegim o'qiymiz. Mikrofonni Ustoz. yopish qo'ygan shekilli. Ustoz, Labay. savolim bor-da. Mhm. Har bir oyga teacher Sardor bilan logiya qilsak maylimi? Qachon? Har bir oyga. Qilamiz, shogird. Ha. Mumtozbegim o'qiymiz. Ustoz, Hop.
Bilol. Ancha payt kirolmadim. Avgust oyida 5 ta dushanba va 5 ta shanba bo'lsa, oyning 15-sanasi haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? Mhm. Avgust bo'lsa, demak, Endi 19ni mana bu yoqda bitta ochmasak bo'lmaydi. Mana bu yerdan bitta list ochamiz. Oradan she'rmi? Avgust. Xo'p. Endi 19 avgust oyida 5 ta dushanba 5 ta dushanba, va nima bor ekan? 5 ta shanba shanba. bor. Shanba. Demak, 5 ta dushanba va 5 ta shanba bor. Qaysi oyda? Avgust oyida. Avgust oyi nechidan qaytadi? 31 dan qaytadi. 31 dan. Endi nima qilamiz buni, Mumtoz begim? Endi birinchi ishimiz 5 ga 5 ni qo'shamiz. Qo'shmaymiz, uni ham qilmaymiz, shogird. Demak, birinchi qiladigan ishimiz hafta kunlarida sizlar hafta kunlarini yozib chiqasizlar. Ya'ni Dushanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, seshanba, shanba, yakshanba deb chorshanba, yozamiz. payshanba, juma, Juma, shanba va shanba. yakshanba deb yozasizlar. Endi 5 ta dushanba va 5 ta shanba bo'lishi uchun biza tasavvur qilamiz, 1-avgustimiz dushanba bo'lsa. Masalan, dushanba demak 1-avgust. 1 demak 8 ham keyingi dushanba bo'ladi. 15, 22, 29, 30, 31. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba kuni 5 kundan iborat bo'lyapti mana. 5 kun. To'g'rimi? 5 kun. 5 kun. 5 kun. Lekin bizga nima degan? Shanba kuni ham 5 kundan iborat bo'lsin degan. Shanba kuni 5 kun bo'lmay qoladi, to'g'rimi? Chunki 23, 24, 25, 26 mana 27 bo'lib qoladi. Demak, mana bu yerda 4 kundan iborat bo'lib qoladi. Avgust oyi uchun. O'shaning uchun shanbadan boshlasak-chi mana 3 kun demak 5 kunlikdan iborat bo'lishi mumkin ekan. 3 haftaning 3 kuni. Shanbadan boshlasam shanba, yakshanba va dushanba 5 kundan iborat bo'lishi mumkin deyman-da. Mana o'chirib oyning birinchi sanasi shanbadan boshlansin deyman. 1 2 endi 8 15 Xo'p. 22. Yozaylik. 1 8 15 22 29 30 31 bo'ldi. Endi qaranglar mana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 mana. 28. E'tibor bersak, demak, dushanba kuni necha kundan iborat bo'lyapti mana? 31. Yo'q, dushanba kuni 5 kun bor. Dushanba kunida 5 kun bor. 24, 31. Va shanba kuni ham 5 kun bor mana. Yakshanba kuni ham 5 kun bor, to'g'rimi? Bizda shartda nima degan? 5 ta dushanba bo'lsin. 5 ta shanba bo'lsin mana. 5 ta dushanba bo'ldi va 5 ta shanba bo'ldi. Endi shunaqa bo'lsa deyapti. Qaysi sana? 15-sanasi, ya'ni 15-avgust. Avgust qaysi kun bo'ladi? Haftaning qaysi kuni bo'ladi desa, Shanba. mana bunday qilamiz. Shanba kuni Shanba. bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni biz nima qilamiz? Mana bu shartni, demak, asosiy qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana 5 ta dushanba bo'lsin, 5 ta shanba bo'lsin. Mana rostdan 5 ta bo'ldi, 5 ta bo'ldi. Tushunarli? Mana shundan keyin demak biza qanaqa tartibda joylashishini aniqlab olar ekanmiz va berilgan savolni topishimiz mumkin.
Tushunarlimi? Ha. Ha. Ustoz. Yechimni yozib qo'yasizlar faqat. Yechimi bor mana bu yerda. 19 deyman. Strelka bilan olib kelib qo'yaman. Demak, yechimini yozib olasizlar yechimini. 21-chi. Ustoz, Labay, ustoz, eshitaman. bitta chatka kiringda rus tilida это сообщение было удалено deb qo'ygan joyi bor. Ana shu yoqqa kirsangiz, kimdirlar quyotibdi yozishib. Afsus o'chir deb. Afruz, shogird nima tashlading? Ustoz, men kim chaqirdi dedim, keyin hamma menga qarab yozib ketibdi. Ustoz Ustoz so'zi ustoz qolmasin, siz o'chiraylik. qolmasin o'chiraylik deb yozgan. Xo'p, nima yozdinglar? Nima tashladinglar? Afruz nima tashlading, shogird? Kimdir chaqirdi, keyin men ana kim chaqirdi desam, keyin hamma menga shuni yozib ketdi. Xo'p, darsga diqqat qilinglar. Testda tushadi shu narsa. Ga deb yozib ketgan, keyin J deb yozgan. Tabrik bilan Men diqqat qilib o'tirdim, keyin ustozga aytib beraman. Afruz o'chirmayman. Men o'chirdim, lekin hamma yozib o'chmaydi-ku ustoz. Haqiqat. Xo'p, qaranglar. Eshitinglar, mana eshitinglar. Hamma aqlli bola, to'g'rimi? Hamma o'qiyapti mana. Hech kim bezori bola yo'q bu yerda. O'shaning uchun chatga ham demak har xil yozuv yozmanglar, har xil narsa tashlamanglar. Faqat o'sha savolinglar bo'lsa yozinglar, mendan savol nima so'ramoqchi bo'lsa, mendan so'ranglar. Chatga yozganingizni yozish kerak bo'lgan vaqtda yozinglar. Mana masalan 19-chini o'zinglar mustaqil ishlab chatga yozsanglar bo'ladi. Boshqa narsa yozinglar chatga. Sizlar boshqa narsa yozyapsizlar. Agar shunaqa yozayotganini, kimdir har xil narsa tashlayotganini ko'rsam, guruhdan chiqarib yuboraman o'quvchini. Qayta keyin guruhga qo'shmayman. Shuni eshitib olinglar. ishlayapman ustoz anonda. Shundaylarmi ogohlantirdim masalani. Demak, kim agar bundan keyin shunaqa qiladigan bo'lsa, guruhdan chiqarib yuboraman. Xo'p, 21-chini o'qiymiz. Hamma diqqat bilan qarab o'tirsin. 21-chini o'qiydi Shahriyor. 12 mart haftaning shanba kuni bo'lsa, shu yil 9-mart haftaning qaysi kuni bo'ladi? Xo'p, buni ham shunaqa hisoblaymiz. Ya'ni hafta kunlarini chizib olamiz. 21da. Dushanba, seshanba, Chorshanba, tel, payshanba, juma, shanba va yakshanba mana. Endi nima debdi? 12-mart haftaning dushanba kuni. Ya'ni mart oyi bo'lsin. Demak, 12-mart haftaning dushanba kuni ekan. To'g'rimi? Shunaqa bo'lsa deyapti. 9-may haftaning qaysi kuni bo'ladi? Endi bunday qilamiz. Mart, aprel, may. Demak, hozir 12-mart bo'lsa, mart oyida necha kun bor tugashiga? Ya'ni fe'lan 31dan qaytadigan bo'lsa, 31dan ayiraman 12ni, to'g'rimi? Mart oyi tugashi uchun necha kun bo'ladi shunda? 19. 19 kun bor. Aprel oyi demak, aprel nechidan qaytadi? 30. 30dan qaytadi. Demak, aprel tugashiga 30 kun bor. Demak, may 9-may. To'g'rimi? 9-may bo'lishi kerak. 9-may bo'lishi necha kun bor demak? Jami necha kun bor ekan? 19. 19 qo'shilgan 30 qo'shilgan 9. Teng 58. 49 58 kun bor. 58 kun. Endi 58 kundan keyin nima bo'ladi? 9-may. 9-may bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Xo'p, 7 kundan keyin demak, yana dushanba bo'lsa, endi
7 ga bo'lamiz. 58 ni haftada 7 kun bo'lgani uchun 58 ni bo'laman 7 ga. Nechi bo'ladi? 8. 8 8 u nechi qoldiq qoladi? 2. 2 qoldiq, to'g'rimi? Ha. Bu degani 56-kuni 56-kuni ham qaysi kun bo'ladi? Dushanba. Dushanba Shanba. bo'lar ekan. Dushanba. Demak, 56-kun. Mana bu yerdan demak 56-kun dushanba bo'lsa, 57 Chorshanba. seshanba, 58-kun Chorshanba. demak chorshanba bo'ldi 9 va may. 58-kun qaysi kun bo'ladi? 9-may May bo'ladi. Demak, bo'ladi. chorshanba kuniga to'g'ri keladi. Tushundinglarmi? Ha, so'z tushundik. Yaxshi. 21 o'qildi, 23. 23 ni o'qiymiz. Soliha. 23 ni Ustoz Soliha. menga men o'qay. Kim o'qiydi? Kim o'qiydi? Men o'qay ustoz. Quyidagi jadvalda to'rtta Hozir. o'quvchining aytgan gaplari ko'rsatilgan. Soliha davom ettiramiz. Quyidagi jadvalda to'rtta o'quvchining aytgan gaplari ko'rsatilgan. Agar o'quvchilarning 3tasi rost va qolgan bittasi yolg'on gapirgan bo'lsa, kim yolg'on gapirgan? Xo'p. Demak, buni qanday ishlaymiz? Tasavvur qilamiz, Nodir to'g'ri gapirgan bo'lsa deymiz. Nodir to'g'ri gapirgan bo'lsa, 2 kundan keyin dushanba bo'lsa, agar Nodir to'g'ri bo'lsa, tasavvur qilamiz, Nodir to'g'ri. To'g'ri gapirdi. Endi 2 kundan keyin dushanba bo'lsa, bugun qaysi kun bo'ladi? Payshanba. Yo'q. 2 kundan keyin dushanba. Shanba. Bugun Juma. shanba bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Bugun shanba bo'ladi. Demak, bugun shanba. Mana shu bo'yicha solishtirib ketamiz. Endi 5 kundan keyin payshanba bo'lsa, demak nima bo'ladi? Payshanba bo'ladimi? Nodirning gapi to'g'ri deb tasavvur qilsak, Nozimning gapi ham to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. 5 kundan keyin bo'lsa, Nozimniki to'g'ri. bir kundan keyin demak yakshanba bo'ldi, 2 kundan keyin dushanba, 3 kundan keyin seshanba, 4 kundan keyin chorshanba, 5 kundan keyin payshanba bo'ladi. Demak, Nozimning gapi ham to'g'ri. Bugun shanba bo'lsa, mana bugun Nodirning gapi bo'yicha bugun shanba bo'lsa, demak Nozimning gapi ham to'g'ri. Endi Mirzabekning gapiga qaranglar. 4 kundan keyin payshanba deyapti. Nozimning gapi to'g'ri, lekin ikkovi ham bir xil gap. Payshanba, lekin mana bu 4 kun. 4 kundan keyin nima bo'ladi? To'g'ri. Payshanba bo'lmaydi, 4 kundan keyin chorshanba bo'ladi. Bitta qoldi. Demak, Mirzabekning gapi noto'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? Endi bitta ish qilishimiz kerak. Mana Mirkomilni ham tekshirishimiz kerak. Nimaga desa, 3 taniki agar to'g'ri chiqsa, Mirzabekning gapi noto'g'ri bo'ladi. Agar mana Mirkomilniki ham xato chiqsa, boshqatdan tekshirib ko'rishimiz kerak. 17 kun oldin chorshanba edi deyapti. Demak, bugun shanba bo'lsa, qaranglar, bugun shanba bo'lsa, mana bugun shanba bo'lsa, mana shanba bo'lsa, 17 kun oldin degani, demak, oldinga necha kun qaytaman? 14 kun qaytsam ham, demak nima bo'ladi? Shanba bo'ladi, to'g'rimi? 14 kun oldin shanba bo'ladi. Endi 15 kun oldin demak juma, 16 kun oldin qaysi kun? Payshanba va 17 kun oldin mana 15, 16 va 17 kun oldin demak chorshanba bo'lar ekan. Mirkomilning gapi to'g'ri bo'ldimi? Ha. Mirkomilning gapi to'g'ri bo'lsa, kim yolg'on gapirgan desa, Mirzabek yolg'on gapirgan ekan. Ustoz men o'qay.
Mirzabek. 25 men o'qiyman ustoz. Va bitta Ustoz, men misol o'qay. qoldi. Demak, o'qimagan kim o'qimadi? Qobil o'qidimi? Man o'qimadim. Kim o'qimadi? Men o'qimadim ustoz. Man Farzona o'qimadim. Yo'q, Bilol o'qidi. Farzon o'qiymiz 25 ni. Ali faqat haftaning chorshanba, juma va oyning juft kunlarida mushugini sayrga olib chiqadi. Ali yanvar Aha. oyida ko'pi bilan mushugini sayrga olib chiqishi Mumkin. Xo'p. Nima qilamiz buni? Farzona, mumkin. Ustoz. qanday ishlaymiz buni? Haftaning chorshanba, juma. Birinchi mana. Birinchi yozmasak, qaranglar, bitta narsani bilib olaylik. Yozmasanglar, hech narsani yecha olmaysizlar. Qarab turgan bilan foyda yecha olmaysizlar. Demak, birinchi yozinglar. Birinchi qiladigan ishinglar hafta kunlarida dushanbani yozasizlar. Seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba deb yozdim. Birinchi qiladigan ishim shu. Ya'ni 40% masalani yechib qo'yasiz, shuni yozsanglar. Endi shartlari bo'yicha haftaning chorshanba, juma va oyning juft kunlarida. Demak, qaysi kuni? Chorshanba kuni olib chiqar ekan, juma kuni olib chiqar ekan va oyning juft kunlarida mushugini sayrga olib chiqadi. Ali yanvar oyida ko'pi bilan necha kun mushugini sayrga olib chiqishi mumkin desa, qaysi kundan boshlayman men? Juft kunlari demak, olib chiqishni boshlasa, men nima qilaman? Birinchi yanvarni chorshanbadan boshlasam to'g'ri bo'ladimi? Nimaga desa, chunki agar birinchini seshanbadan boshlasam, ikkinchida o'zi juft kunni olib chiqishardi, chorshanba kuni olib chiqadi. O'shaning uchun men birni chorshanbadan boshlayman. Nimaga desa, agar birni chorshanbadan boshlamasam, birinchi yanvar kuni olib chiqa olmaydi. Endi ikkinchi mana oyning juft kunida olib chiqadi. 3 toq bo'lsa ham olib chiqadi, chunki juma kuniga to'g'ri keladi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15. 19 20 21 9, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. 30, 31. Endi chorshanba kunlari olib chiqadi mana. Oyning juft bo'ladimi, toq kuni bo'ladimi olib chiqadi. Demak, 5 kun olib chiqadi. Juma kunlari ham olib chiqadi. 5 kun. 5 kun olib chiqadi. Oyning juft bo'lgan kunlari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Demak, mana bu ikkalasini qo'ysam 10 kun bo'ladi, qo'shaman. Mana bu sanaganim 11 ni teng 21 kun. Demak, 21 kun davomida eng ko'pi bilan sayrga olib chiqishi mumkin ekan. Olib chiqadi. Tushunarlimi? Nimaga chorshanba kuni 1 dedik? Chunki chorshanba kuni olib chiqadi. Birinchi boshlagan sanamni toqdan boshlayman. Chunki seshanba kuni juft demak payshanbaga o'tadi va payshanba kuni olib chiqadigan bo'ladi shunda. Boshlanishini eng ko'p bilan boshlayman. O'shanda eng ko'pi bilan 21 kun sayrga olib chiqishi mumkin ekan mushugini. Tushundinglarmi? Boshlasak-chi, dushanbada. Qaranglar mana. Uni ham sinab ko'ramiz. Dushanbadan boshlasa-chi degan savol bo'ldi mana. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba mana. Endi men olib chiqaman, ya'ni Ali olib chiqadi, chorshanba va juma kunlari olib chiqadi. Endi men birdan boshlasam 1 2 3 4 5 6 7. Mana shu yerning o'zida 1-yanvarim ketdi o'zi mana. Olib chiqa olmayman chunki toq. Dushanba kuni toq bo'lgancha olib chiqa olmayman. O'shaning uchun birinchidan boshlab olib chiqsin deyapman. Birinchi kun, yanvarni birinchi kundan boshlab olib chiqsin. Olib chiqishi uchun u chorshanbadan boshlash kerak. Endi sanaymiz shuni, qaranglar, necha kun bo'lar ekan agar dushanba 1 bo'lsa.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Qarang, endi sanaysizlar. Mana bu yerda chorshanba 5 kun bo'lib qoldi. To'g'rimi? Lekin juma kuni 4 kun olib chiqadigan bo'lib qolyapti mana, 4 kun. Qolganlarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4, hop 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demak, 11 ga qo'shaman 9 ni, teng bo'ladi 20 kun. Agar dushanbadan 1 bo'lsa, demak 20 kun olib chiqadi. Agar chorshanba 1 bo'lsa, 21 kun olib chiqadi. Bizga nimani so'ragan? Eng ko'pi bilan qaysi kun olib chiqishi mumkin desa, 21 kun olib chiqishi mumkin ekan. Demak, mana bu yechim noto'g'ri bo'ladi. Ha, ustoz, bu yerda men dushanba ham deb bor deb o'ylabman. Yo'q, dushanba yo'q. Faqat Amal ustoz shunday? keladi. Ha, Yaxshi. Endi tanqidiy fikrlash. Xo'p. Kim o'qimadi misol? Bugun. Bugun kim misol o'qimadi? Bitta. Hamma o'qidi menimcha, kim o'qimadi? Kim qolib ketdi? Ustoz men o'qay. O'zingiz o'qing ustoz. Men o'qiyman, sizlar yozasizlar chatga. Kelishdikmi? Ha, ustoz. Birinchi. Ne'matulloh bir oy mobaynida qo'shimcha dars qilish uchun 300 ta yangi mashina masalasi bor kitob sotib oldi. U o'yladiki, agar kuniga 10 tadan masala ishlasam, 30 kunda 300 ta masala ishlay olaman. Demak, istalgan oyning birinchi kundan bu kitobni ishlay boshlasam, shu oyning o'zida bu kitobni tugata olaman dedi. Quyidagilardan qaysi biri Ne'matullohning fikrlashdagi xatolikni ko'rsata oladi? A javob. U har kuni rejadagidan tashqari yana bitta masala ishlagan. B javob. Ba'zi oylardagi kunlar soni 30 kundan ko'p. C javob. Ba'zi oylardagi kunlar soni 30 kundan iborat. D javob. Ba'zi oylardagi kunlar soni 30 kundan kam. Demak, qaysi javob to'g'ri bo'ladi? Qani? Javoblarni yozinglar, qani o'zingizlar fikrlarni yozinglar. Xo'p, Ne'matullohning fikrini noto'g'riligini ko'rsatib beradigan fikr qaysi? Javob qaysi? Ustoz, Labay. ba'zi oylarda kunlar soni 30 kundan kam degan-ku. Aha. Unda bitta fevral bor-da, boshqa oylar yo'q. Xo'p. Ikkini javob kerak emas, Qobil. Faqat bir. Xo'p. Kim yozmadi javob? Bilal. Javob bor, qarang. To'g'ri, eng to'g'ri javob D javob. Ana birinchi to'g'ri javob bergan o'quvchi, demak, Abduhashimov, Umidjon, Farzona, Abdulaziz, Oyatulloh, Afruz, Ahmed. Xo'p. Qarang, nimaga D javob? 30 ta masalani, demak, 10 tadan kuniga ishlasa 30 kunda tugatadi, to'g'ri? Ya'ni 10 tadan ishlasa 30 tani, demak 300 ta bo'ladi. Lekin istalgan oyda tugatish mumkinmi desa, masalan, yanvar oyida 31. 31 kundan qaytadi, demak 30 kun, demak 10 kun, 30 kunda 10 tadan masala ishlasa, 30 kun davomida ishlasa 300 ta bo'ladi va 31-yanvar kuni dam oladi. Dam oladi. To'g'ri. To'g'rimi? Endi Yo'q. lekin fevral oyida 28 kun bo'lsa yoki 29 kun bo'lsa ham, demak, jami har kun 10 tadan ishlasa mana
280 ta. Agar fevral 29 dan qaytsa, 10 tadan ishlasa 290 ta masala ishlashi mumkin. Ya'ni shu oyning o'zida tugata olmaydi, martga o'tadi. Martga demak, 1-mart va 2-martda ham ishlashi mumkin. O'shaning uchun shu oyning o'zida tugata olmaydi. D javobga qarasanglar, ba'zi oylarda kunlar soni 30 kundan kam, ya'ni fevral oyida 28 va 29 kun. O'shaning uchun fevral oyida tugatishi uchun 10 tadan ko'proq ishlashiga to'g'ri keladi. Demak, to'g'ri javob D bo'ladi. Tushunarlimi? Mana bu C javob to'g'ri, ya'ni ba'zi oylarda 30 kunlar soni 30 kundan iborat. To'g'ri, 30 kundan iborat. Bu fikr uning fikrini noto'g'riligini ko'rsatib bera olmaydi. Mana bu B javob. Demak, ba'zi oylardagi kunlar soni 30 kundan ko'p. Mana yanvar oyi masalan 30 kundan ko'p. Demak, buni masalani tugata olmasligini, xatosini ko'rsatib bera olmaydi. O'shaning uchun to'g'ri javob D bo'ladi. Ya'ni inobatga olmadi. Mana shu fevral oyini Ne'matulloh inobatga olmadi. Hamma tushundimi? Ha. Yaxshi. Demak, kimda qanday savollari bor? Endi savollarni bersanglar bo'ladi. Savol. Kim nimaga tushunmadi? Men hamma Nima? Tushundim. Tushunmadim. Hammasini tushundim. Xo'p, chatga yozinglar, qani chatga yozinglar, men eshitmayapman shogirdlar. Chatga yozinglar qani. Uzil kelyaptimi ustoz sizga? Uzilib kelyapti menga. Yigirma beshni tushunmadingmi, Umidjon? Umidjon, tushunman. qara shogird. Ali faqat haftaning chorshanba, juma va oyning juft kunlarida, ya'ni 2, 4, 6, 8, 10 bo'lgan kunlari juft kunlarida mushugini sayriga olib chiqa oladi. Va doim toq kuni bo'ladimi, dushanba bo'ladimi yo toq kunimi, juft kunimi, chorshanba, juma kuni doim olib chiqadi. Endi eng ko'pi bilan mana bu yerda deyapti. Ko'pi bilan necha kun olib chiqadi degani uchun men 1-yanvarni chorshanbadan boshladim. Chunki 1ni chorshanbadan boshlasam, o'sha 1-yanvar kuni ham mushugini sayrga olib chiqa oladi. 2-yanvar kuni ham olib chiqa oladi. Agar 1-yanvarni seshanba kundan boshlasam edi, 1-yanvar kuni olib chiqa olmas edi. O'zi aslida 2-yanvar kuni juft bo'lgani uchun olib chiqadi, uni chorshanba kuniga qo'ya olmayman. O'shaning uchun men shunaqa tartibda joylashtiraman. 1-yanvar chorshanba, 2-yanvar payshanba. Demak, shundan boshlasam 31 gacha yozib chiqsam, chorshanba kuni ham 5 kun olib chiqadi mana. Juma kuni ham 5 kun olib chiqadi. Bo'ladimi? Endi qolgan demak juft kunlarni yozib chiqdim. Dumaloq olib chiqdim. Sanadim 11 ta chiqdi. 10 ga mana bu ikkalasiga 10 bo'ldi mana bu. 10 ga 11 ni qo'ysam 21 kun. Demak, 21 kun mushugini sayrga olib chiqishi mumkin ekan. Tushunarlimi? Agar nimaga mana birinchidan mana ustini urib qo'ydim. Demak, birinchidan boshlaganda edi mana. Demak, nima bo'ldi? 20 kun bo'ldi. Ya'ni eng ko'pi bilan menda 21 kun ham bor ekan. Demak, 21 kun degan javobni olamiz. 20 kunni olmaymiz. Chunki eng ko'pi bilan degan. O'shaning uchun. Tushunarlimi? Ha. Keyin uyga vazifalar demak, juftlari uyga vazifa bo'ladi. Toqlarini yozib olasizlar bitta-bitta. Toqlarni yozib olasizlar, juftlarini uyda ishlaysizlar. Va ustozga yordamchi ustozlarga yuborasizlar. Kelishdikmi? Ha. Yaxshi. Endi hozir shu yerda bor o'quvchilarga men aytib qo'yay, guruhga ham yozib qo'yaman. Kim dars davomida darsdan chiqib ketsa, darsga to'liq qatnashmasa, men davomatini qilib boryapman, rasmga olaman. Kim darsdan chiqib ketgan bo'lsa, keyingi darsdan chiqarib yuboraman guruhdan. Qatnasha olmaydi darsga. Tushunarlimi? O'shaning uchun darsga diqqat bilan qaranglar. Darsga kirsanglar, sizlar mana shu misollarni yechilishini o'rganasizlar. Men misol uchun sizlarga narsa o'rgataman, misol o'rgataman, yechishni o'rgataman. Oson misol yechishni o'rgataman. O'shaning uchun tushunmay qolib ketsanglar, demak qiynalasizlar keyin. Imtihonlarda qiynalasizlar, maktabda qiynalasizlar. Maktabda eng zo'r biladigan o'quvchi kim desa, men deb qo'linglarni ko'tara olmasdan qolishingiz mumkin. O'shaning uchun
Darsga diqqat bilan qaranglar. Kelishdikmi? Demak, savollar bo'lmasa darsimizni tugatamiz. Sog' bo'linglar, keyingi darsda ko'rishguncha. Xayr, ustoz. Xayr, sog' bo'ling. Yaxshi. Yaxshi bo'linglar, xayr. Xayr, Xayr, ustoz. xayr, sog' bo'ling.